Og'izdan keladigan noxush hid umringizni qisqartirayotgan bo'lishi mumkin. Og'izdan keladigan badbo'y hid bu gnoyniy probka, yiringli tiqin hisobiga bo'ladi. Ya'ni yiringli tiqin qachon paydo bo'ladi? Surunkali tanziliti bor bemorlarda yiringli tiqin paydo bo'ladi. Ko'pincha xalqimiz yiringli tiqinni o'zi olmoqchi bo'ladi, ustiga bosadi yoki lor shifokoriga borib yuvdiradi. Bu noto'g'ri hisoblanadi. Tushunishlaring uchun oddiygina proberka oldim. Bodomchisimon bezida xuddi shunaqa kanalchalar bor, 15 dan 18 ta bo'ladi. Surunkali tanzilitda bu kanalchalar torayadi va ichkarida o'lik hujayralar, infeksiyalar hisobiga bu yerda yiringli probka paydo bo'lishni boshlaydi. Biz bosganimizda faqat uni yuzaki ko'rinib turgan tarafini tozalaymiz xolos va chaymoqchi bo'lganimizda angina beziga, o'sha bodomchisimon bezini yallig'lantiramiz. Yallig'lantirganimizda qoniydi, qon tomirlar ochilib qoladi. Bu yerdagi infeksiya esa qon tomirlarga o'tadi. Bu kanalcha atrofida juda ham ko'p kapillyarlar joylashgan bo'lib, bu yerdagi tiqindan infeksiya kapillyarlarga o'tib, buyrakni, bo'g'imlarni zararlaydi. Bu esa buyrak va yurakni faoliyatini pasaytiradi va umringizni qisqartirayotgan bo'lishi mumkin. Kimdaki yuqorida sanab o'tgan belgilarim bo'lsa, og'izdan badbo'y hidlar kelsa, surunkali tanzilit bilan tez og'rib tursa, albatta bizga murojaat qiling. Surunkali tanzilitni oson davosi, qulay yechimini sizga o'rgatamiz va davolaymiz.